Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar, Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'ryapsizlar. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 3 may kuni Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq programmasi 2016 yillik Dunyo axborot erkinligi kuni munosabati bilan bayonot e'lon qildi. Erkin ve ochiq oshkor bo'lgan axborotchilik Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning kishilik huquq ahvolini yaxshilashdagi zarur omil deb mavzu qo'yilgan mazkur bayonotda Xitoyning axborotni qattiq qamal qilish tufaylidan Uyg'ur elida yuz bergan voqealarning tashqi dunyoga anlatılmayotganligi ilgari surilgan. Mazkur bayonot yana 2015-yilda Xitoyda qo'lga olingan 49 nafar jurnalist ichida 14 nafarning Uyg'ur ekanligi hamda Patugul G'ulam Delos qatorliq voqealar alohida tilga olingan. Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komiteti 2 may kuni diniy erkinlik doklati e'lon qilib, Uyg'urlarning diniy e'tiqodi jihatda davomli bostirishga uchrayotganligini eskartgan. Oldingi kunlarda bir qancha nafar Uyg'urning Xi'andagi bir yo'lovchilar avtobusiga hujum qilganligi, voqeada 8 kishining o'lib, 5 kishining yaralanganligi haqida uchur taralgan edi. Vaqadan keyin Xi'an Lotian rayonluq elektr quvvati şirketining ishchi xizmatchilariga chiqarilgan bir ishki uqtirishi to'rga oshkor bo'lgan. Uningda Sharq Turkiston kuchlarining 28 aprel kuni Xi'anda terrorlik hujumi elib borganligi tilga olingan. Yaqinda Xi'andagi bir qatnash idorasining bu vaqtdagi yana bir ishki uqtirishi oshkor bo'lgan. Radiomiz bu voqeani dalillash uchun Xi'an shahridagi saqchixonalarga telefon qilgan bo'lsaqmi, lekin ular bu vaqtda xabarsizligini bildirib, ma'lumot berishni rad qildi. Uyg'ur Abdunum rayonluq doiralar 1 may kuni maxsus belgilama chiqarib, dehqonchilikda ishlatadigan alohida nepiz yaltiroqni cheklaydiganligini bildirgan. Oldingi asrning 80-yillardan buyon Uyg'ur Abdunum rayonida ishlatishga boshlagan yaltiroq yezigilikdagi oq ranglik inqilob deb ta'riflangan bo'lsa, doiralar navbatda uni yezigilikdagi oq bo'lg'ima deb tanqid qilishga boshlagan. Uyg'ur elidan radiomiz ziyoratini qabul qilgan Uyg'ur dehqonlari suv qisligi tufaylidan terilg'u yerlarga yaltiroq ishlatib kelayotganligini, ammo uni bartaraf qilish ishi yaxshi elib berilmag'achqa bulg'unishining yildan yilga ishib borganligini bildirdi. Radiomizning egallashicha, Unsu noyisining Chag'roq kentida bir oiladagi qarindoshlar jam bo'lib, Hijrat filmi ko'rganligi uchun o'tgan yili 5-oyda tutqun qilinganligi ma'lum. Egallashicha, tutqun qilinganlar mazkur oiladagi Ro'shangul Yasin, Arzugul Yasin, Ali Yasin va ularning jo'rlari bo'lib jami 5 kishi ekan. Ulardan biri 7 yillik kesilgan. Ammo qolganlarning oqibati ma'lum emas. Bu haqda fikr bayon qilgan siyosiy kuzatuvchi Mehmet To'xta Efendi mazkur oila fojiasiga Xitoy markaziy hukumatining muqimlik hammani besib tushidi degan yo'l yo'riqining sabab bo'lganligini ilgari surdi. Uyg'ur elidagi hukumat taratqullarining xabariga qaraganda Uyg'ur Abdunum rayonining qo'shtilliq ma'rif sifatini o'stirish xizmati yig'ini 28 aprel Urumchida ochilgan. Yig'inda doiralar 13-5 yillik plan mezgilida qo'shtilliq ma'rifni yanada kuchaytirganligini bildirgan. Uyg'ur eli bilan Qozog'istondan radiomiz ziyoratini qabul qilgan 2 nafar Uyg'ur o'quvchi o'zlari yashayotgan alladagi qo'shtilliq ma'rif va uning unimiga nisbatan farqli inkoslarni qaytardi. Ularning inkoslari muhojiratdagi Uyg'ur kuzatuvchilar bilan bilim odamlarining Uyg'ur milliy ma'rifi haqidagi andishalarini texim oshirmoqda. Germaniyadagi Ozodlik radiosidan o'tgan asrning 2-yarmidan toki 1978-yillargacha yangragan Uyg'urcha anglatish G'arb dunyosidagi tunji Uyg'ur ovozi hisoblanadi. So'g'uq urush mezgilida kommunizm lageriga qarshi erkinlik tashviqoti elib borgan Ozodlik radiosi o'zining Uyg'urcha anglatish orqali Germaniyaning Myunxen shahrida Yevropadagi tunji Uyg'ur jamoatini shakllantirdi. G'arb dunyosidagi Uyg'urlar nomli hujjatlik radio programmasi uchun aslama taqdim qilgan hayot shohidlar o'z kechirmishlari va beshidan o'tkazgan sezgirashtlari orqali Uyg'ur muhojirat tarixining o'tgan asrdagi saytlarini yoritdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.